Vo, mana buni qarang, voshshi, bu mana bu tezligi. Tekstil fabrikasiga kelganmiz hozir. Bu yerda har bir detal, har bir millimetr narsa ham rol o'ynaydi-ku. Ya'ni, mashg'ulot apparatdan tekstilnida to mana ipdan boshlab to material bo'lguncha bo'lgan prosesni bo'lib o'tyapti. Hozir bitta qismidamiz biz. Bu yerda har bir detalni o'zini funksiyasi bor va mana shu funksiyalar masalan o'zini ishini bajarayotganda tez yedirilib ketish va ishdan chiqish ehtimollari katta bo'lar ekan. Tekstil.uz jamoasi mana shunaqa tekstilni fabrikasi bor biznesmenlarga taklif beradi. Qanaqa taklif bu? Mana shunaqa kichkina zapchastlarni, ehtiyot qismlarini olib keltirib berish bilan shug'ullanamiz. Agar sizlarga tekstilni bo'yicha ehtiyot qismlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar, hamkorlikka tayyormiz.